Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, aziz chorvadorlar, parranda ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bu videoda sizlar bilan 220 ga ishlaydigan granulyator yangi model haqida gaplashamiz. Video davomida texnik xususiyatlari, narxlari va qanday qilib bu granulyatordan 2 baravar foyda, ya'ni unumdorligingizni 2 baravar oshirish haqida gaplashamiz. Demak, bu model 200 model hisoblanadi. Xitoyda ishlab chiqarilgan, soatiga 150 kilogacha tayyor 70-80% pishgan granullar chiqarib bera oladi. Oddiy granulyatorlar, siz agar mana shu sohada bo'lsangiz, granulyatorlardan xabaringiz bo'lsa, eski modellar soatiga 80, maksimum 100 kilogacha chiqarib berardi. Ya'ni tuzilishi boshqacha bo'ladi. Birinchi korobka, bu tomonda matrisa, bu tomonda esa motor bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri bo'ladi. Bu remen orqali ishlashini hisobiga birinchidan nagruzka motorga to'g'ridan-to'g'ri tushmaydi va shu hisobidan effektivness ham oshadi. Motorga keladigan bo'lsak, 4,5 kilovatli toza mis motor hisoblanadi. Oboroti 1450. Bu kuch taqsimlanadi. Bu oborot to'g'ridan-to'g'ri korobkaga yetib bormaydi. Bitta shkifimiz kattaroq, bitta shkifimiz kichikroq. Shu hisobidan ham baquvvat aylanadi. Korobka qismiga 7,5 litr moy ketadi. Bu granulyator matrisa aylanadigan hisoblanadi. Shu joyda ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketish kerak. Granulyatorlar matrisa jihatidan ikki xil turga bo'linadi. Ya'ni rolik aylanadigan granulyator bor, matrisa aylanadigan granulyator bor. Uni qanday tasavvur qilamiz? Mana bunday matrisa bo'ladigan bo'lsa, uning ustida ya'ni rolik turadi. Rolik aylanadigan granulyatorlar, hozirgi yangi avlod granulyatorlar rolik aylanadigan bo'lib chiqyapti. Matrisa aylanganda esa rolik joyida turadi. Matrisa aylanib ishlaydi. Rolik aylanadigan granulyatorlarning afzalligi ko'proq, unumdorligi ko'proq bo'ladi va yaxshi chiqarib beradi. Aynan mana shu granulyatorimizni texnik xususiyatlari o'zida ham yozilgan. Soatiga 150 kilogacha, 100 kilodan soatiga 100 kilodan 150 kilogacha chiqarib beradi. Issiqligi tasavvur qilishingiz uchun mana shunda tayyor chiqqan granullar qo'l kuydiradigan darajada bo'ladi. Hozir biz mana bu granullarni faqatgina bug'doy va ozgina ho'l o't aralashtirib chiqazdik. Tashib tashladim, mana. Qo'ying, ketadi jonim. Bu granulyatorni qanday plyuslari bor? Birinchisi matrisa. Buni o'zida komplektida bitta 6 lik va bitta 4 lik matrisa bo'ladi. Matrisani o'zi alohida sotib olaman dersangiz, toza kuydirilgan matrisa sotuvda eng kami $100 turadi. Yana bitta e'tibor beriladigan jihati, bu matrisalar katta temperaturada kuydirilgan bo'ladi. Ya'ni olovda charxlangan deyiladi bu. Oddiy to'kirlarda yasalgan, to'kirlar yasab bergan matrisadan farqi bu uncha yedirilmaydi va shlipovka qilingandan keyin toza yaltiragan granullar chiqarib beradi. O'zini komplektida kulishlari bor, 7,5 litr moy ketadi. Ishlatishga juda ham qulay. O'zini avtomatlari komplektida bo'ladi. Bitta joydan ikkinchi joyga olib o'tib ishlatish ham juda ham qulay. Komplektida g'ildiraklari bilan bor. Granulyatorlar mana shunday upakovka holatda Xitoydan keladi. 220 ga ishlaydi. Uni o'zini sof og'irligi esa 100 kilodan og'irroq, 110 kilo. Endi eng qiziq joyi narxiga keladigan bo'lsak, narxi hozirgi kunda 6,5 million so'mdan belgilaganmiz. 6,5 million so'mdan O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Qanday qilib bu granulyatordan 2 baravar foyda olishingiz mumkin? Siz hozirgi kunda bozorda sotilayotgan granulyatorlar eng kami $450-500 dan sotilyapti. Lekin u granulyatorlar soatiga 80-100 kilo chiqazadi. Bunda matrisasini qo'yishingizga qarab, agar kattaroq matrisa qo'ysangiz 150 kilodan ham ko'proq chiqazib beradi. 150 kilo chiqazdi deganda ham oddiy granulyator 80 kilo hisoblasak 2 baravar ko'proq. Lekin xuddi shu energiyani, xuddi shu elektr energiya, qo'l mehnat ham kamayadi, foydangiz esa oshadi. O'rtoqlar, granulyatorlar sotuvda 220 ga ishlaydigan mana shunday 200 modeldagi granulyatorlar yoki 380 ga ishlaydigan modellarimiz ham sotuvda mavjud. Xuddi shu modelimiz hozirgi kunda 6,5 million so'mdan sotyapmiz. Buyurtma berish uchun pastdagi raqamlarga telefon qiling. Yetkazib berish siz bilan kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Hammangizni chorvangizga baraka bersin. Chorvangizdan ko'proq foyda oling, isrofni esa kamaytiring.